Bular grammi 900 mingdan qilaman opa. Chindiroq, sen nima deyapsan? Hozir men arzonga olib qolib, nariyoqqa borib qimmatga sotmoqchimisan? Yo'q, bizda do'kon yo'q. Normaliy narx hisobla. O'tiravering, men sizga hisoblab beraman. 3250 gram 900 mingdan bo'lganda 29 million 250 bo'lyapti. 29 million 300 tekis qilib berdim sizga. Yo'q, bu ko'ryapsam qanaqa yaxshi tilla, zavodskoy tilla. Qo'shina ozgina narx. Zavodskoyligini ko'rdim. Qarang, biz buni qayta ishlashga olamiz. Kam, o'zim men bekorchidan sotayotganim yo'q bu tillalarni. Uy olishim kerak, ozgina pulim yetmayapti. O'shanga ozgina qo'shib hisoblagan. Sen ham xursand bo'lgin, men ham xursand bo'ling. Nechta qilib beryapti? 30 million qilib. Klient bo'lib qolasiz faqat. Bo'pti, faqat sharti bor. Qanaqa? Bir oydan keyin kelaman, 40 millionga bo'lsa ham sotib olaman. Faqat tillalarimni olib qo'yasan. Yo'q, bizaniki Lombard emas lekin opa. Biz buni olib, eritib, yengizlikda ishlab chiqaramiz. Bo'pti, men. Do'kondan olasiz, xudo xolasa. Bu o'zim bizdan olib qolgan tillalarni nima qilasan? Eritib, yengizlikda yasaymiz. Do'kondan xudo xolasa olasiz. Ha, demak sizlarda mulk tilla yo'q. Mulk tilla yo'q. Tushunarli. Bo'pti, mayli ber. Bitta 20 million sanalgan. Ichlar to'g'ri. Mabodoga chiqsa shart emas, a? Sanash shart emas. 30 million bo'ldi. Barakasini bersin. Xudo xolasa yaxshilik ekan. Bo'lar ekan, uka, mana shu yaxshi narx qilib bersang. Suvning barakasini bersin sana. Salomat bo'ling.